Bugungi mavzuimiz operatsion tizimlar va tarmoq operatsion tizimlari. Hop, operatsion tizim nima o'zi? Operatsion tizim bu kompyuterning barcha apparat va dasturiy resurslarini, masalan, protsessor, xotira, kirish, chiqish qurilmalarini boshqaruvchi dasturiy ta'minot. Bu kompyuterning ishlashi uchun zarur bo'lgan asosiy dasturiy qatlam. Buning 5 ta asosiy vazifalari bor, ya'ni fayl boshqaruvi, xotira boshqaruvi jarayonlarini, kirish-chiqish operatsiyalarini va xavfsizlik va foydalanuvchi interfeysini boshqaruv tizimlari mavjud. Operatsion tizimlarning 3 xil turlari bor. Bu desktop, shaxsiy kompyuterlar uchun mo'ljallangan, foydalanuvchi bilan o'zaro aloqaga yo'naltirilgan. Misol uchun Windows, Ubuntu, macOS serverlar uchun optimallashtirilgan tarmoq xizmatlari va ma'lumotlar bazalarini boshqarishga qaratilgan server operatsion tizimlar. Misol uchun Windows server, Linux server, distributsiyalar. Keyingisi mobil operatsion tizimlar, ya'ni smartfon va planshetlar qurilmalar uchun yaratilgan operatsion tizimlar, misol Android, iOS kabi qurilmalarga ishlatishimiz mumkin. Tarmoq operatsion tizimlari nima degan savolga javobimiz tarmoq operatsion tizimlari bir nechta kompyuterlarni tarmoq orqali o'zaro bog'lab, resurslarni almashish va birgalikda ishlash imkonini beruvchi dasturiy ta'minot hisoblanadi. Ya'ni fayl almashish, printerlarga umumiy kirish, foydalanuvchi va xavfsizlik boshqaruvi, tarmoq resurslarini monitoring qilish. Bu asosan ko'pincha ta'limda, ya'ni informatika o'qituvchilarimiz ishlatiladi. Tarmoqdagi o'zlariniki umumiy va qolgan o'qituvchilar kompyuterlarini esa bog'lanuvchi kompyuterlarga ishlatishadi. Tarmoq operatsion tizimlarining funksiyalari va afzalliklari. Funksiyalar va afzalliklarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, fayl va printer xizmatlari, ya'ni tarmoq bo'ylab fayllar va printerlardan umumiy foydalanishni ta'minlaydi. Ya'ni foydalanuvchi boshqaruvi bo'lsa, hisobotlar, ruxsatlar va guruhlarni boshqaradi. Xavfsizlik bo'yicha ma'lumotlar va tarmoq resurslarini ruxsat kirishdan himoya qiladi. Markazlashtirilgan boshqaruv tarmoqdagi barcha qurilmalarni bir joydan boshqarish imkonini beradi. Mashhur tarmoq operatsion tizimlarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi Windows server, ya'ni Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan, keng tarqalgan, foydalanish qulayligi bilan ajralishlari Active Directory kabi xizmatlarni o'z ichiga oladi. Linux ochiq kodli va juda moslashuvchi, yuqori unumdorlik va xavfsizlikni ta'minlaydi. Red Hat Enterprise Linux va Ubuntu server eng mashhur distributsiyalar. Novel Network o'tmishda juda mashhur bo'lgan, ammo hozirda kamroq qo'llaniladigan tarmoq operatsion tizimi hisoblanadi. Uning o'rniga zamonaviyroq tizimlar paydo bo'ldi. Tarmoq operatsion tizimlarining arxitekturasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, mijoz server modelida ishlaydi. Ya'ni bu modelda mijoz qurilmalar, ya'ni kompyuter, smartfonlarni markaziy serverga iladi. Server ma'lumotlar, ilovalar va boshqa resurslarni mijozlarga taqdim etadi. Bu markazlashtirilgan boshqaruv va xavfsizlikni ta'minlaydi. Operatsion tizimlarni tanlashning mezonlari mavjud. Ulardan unumdorligi, ya'ni tizimning tezligi va yuk ostida ishlash qobiliyatini xavfsizlik, ma'lumotlarni himoya qilish mexanizmlari va zaifligiga qarshi turishini ko'rib chiqishimiz kerak. Moslashuvchanlik, ya'ni turli ehtiyojlar va kengaytirish imkoniyatlariga moslashuvchanlikni bilishimiz kerak. Albatta, moddiy jihatdan narx, ya'ni litsenziyalar va joriy etish xarajatlarini kerak.
qo'llab-quvvatlash ishlab chiqaruvchi yoki hamjamiyat tomonidan ko'rsatiladigan yordam. Ularni albatta inobatga olgan holda operatsion tizimlarni tanlashimiz lozim. Amaliy qo'llash sohalari va kelajak tendensiyalariga qaraydigan bo'lsak, bulutli hisoblash hozirda juda keng qo'llanilyapti. Bulutli hisoblash kodlar bulut infratuzilmasining asosini tashkil etadi. Hissiyotlar smart qurilmalar tarmoqlarida muhim rol o'ynaydi. Kiberxavfsizlik tarmoq ya'ni operatsion tizimlar orqali yanada mustahkamlanadi. Kvant hisoblash kelajakda tarmoq tizimlari uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. AI va mashinali o'rganish katta hajmdagi ma'lumotlarni ishlashda muhim rol o'ynaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, operatsion tizimlar va tarmoq operatsion tizimlar zamonaviy texnologiyalarning ajralmas qismi hisoblanadi. Ular har qanday raqamli infratuzilmani alohida tashkil etib, samaradorlik, xavfsizlik va o'zaro bog'liqlikni ta'minlaydi. Ularning tushunish texnologiyalari dunyoda muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi.